O'zi ham bu skidkani sizlarga hamma blogerlar ham e'lon qildi, lekin baribir o'zim e'lon qilmasam bo'lmaydi. Klientlarim baribir men aytganimdan keyin kelishadi deb ko'nglim joyiga tushmasam, Bagema 002 do'konimizga yugurib keldim. Sizlarga bu doda skidkalarni e'lon qilmasam bo'lmasdi. Sababi Qurbon hayit yaqin qizlar joylar. Hamma nima olish kerak? Mehmon kutish kerak, Bagema olish kerak. Sizlar uchun bo'lsin, Bagema 012 do'konimizni klientlariga bo'lsin qurbonlik qilish mana bunaqa bo'pti deb katta Bagemalarimizni suvdagi narxida qurbonlik qilib yubordim. Yaxshilab eshiting opajonim, bitta emas, ikkita emas, uchta emas, 6 tali emas, naqd komplekt Bagemalarni men sizga 399 ming so'mdan boshlab 799 minggacha qilib beraman. 399 ming so'mdan boshlab 799 ming so'mgacha komplekt Bagemalarimizni Qurbon hayit skidkasida maza qilib xarid qilib olinglar. Bunaqa imkoniyatni sizlarga faqat Toshkent bo'yicha eng nomeradin do'kon Bagema 012 10 marta eshitgandan bir marta kelib Bagema 012 do'konimizdan xarid qilib ketgan yaxshi. Ha, aytgancha yana bitta narsa esimdan chiqib qopti. Borsak tugagan bo'ladi, unaqa bo'ladi deydiganlar video qo'yilgan kundan boshlab amal qiladi. Tez kelib ulgurib olsangiz, ovoldingiz opajonim, ulgurmagan bo'lsangiz, keyingi skidkamizni kutib o'tirishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun video qo'yilgan kundan boshlab menga 1 oy oldingi qo'yilgan videoni tugab qopdi-ku, qolmay qopdi-ku demanglar. Video qo'yilgan kundan boshlab hammalarni Bagema 012 do'konimizda kutib qolamiz. Shoshilinglar.